Assalomu alaykum. Hammaga O'zbekiston ahli. Bizlar mana yana keyingi obyektimizni boshladik. Nasib bo'lsa, inshaalloh bismillah deb kameralarimizni boshladik. Mana bu obyektimizni mana bu ug'ildan, bu tarafdan bu tarafga qaraydi, bu tarafdan bu tarafga qaraydi. Mana bu obyektimiz. Kimga kerak bo'lsa agar murojaat uchun telefonlar qilishingiz mumkin. Mana shu raqamlarga bemalol 24/7 ishlaydi. Mana bu sklad boshlanyapti. Mana kirib kelish. Mana zdaniyasi. Mana bu har bitta xonalarga kamera qo'yib tushadi. Podvallarda ham bor, ichkarilarda ham hammasi. Biz oldindan mana remontdan oldin iloji bo'lsa agar kim remont qilayotgan bo'lsa, shu remontdan oldin kabellarni talab qo'ysa, mana bu remont payti hech qayer buzilib o'tirmaydi. Mana shunday tayyor kabelcha chiqib turadi. Faqat shunga e'tibor beringlar. Iloji bo'lsa remontdan oldin kamerani, kabellarni talab qo'yishga harakat qilinglar. Mana, ko'ryapsizmi? Remontchi chotki, lekin mana bu yerga mana akkuratniki kabel chiqib turibdi. Mana bizlar yuklarimiz. Mana zvukovoy kamera. Sigaretka deyiladi mana. 6 megapiksel. 8 ham bor. Mana 8 ham bo'lishi kerak edi. Qisqasi mana shu ichida arasi 8 ham bor, 6 ham bor. Ko'cha uchun mana bu mana oxirgi kelgan kollar bu 200 kameralar cho'tki switchlanadi. 3-pakalik. 3-pakalik mana eng oxirgisi mana shu. Motul deganlar. Mana bu imina ko'cha uchun bodin neproyesayma degan kameralardan bo'ladi bu. Ko'cha uchun o'ng chap zakon ishlaydi. Chotki mana bu Envirimiz 64 talik. Mana poya switchimiz 24 talik. Hammasi original. Kabellar ishlasangiz mana bunaqa yaxshi kabellar bor. Mana shulardan ishlasangiz umri uzoq bo'ladi kabellar. 5 yil emas, 10 yil xizmat qilib beradi. Mana shunaqa gaplar.